Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz Chirchiqda Yangiobod degan tumanidamiz. 3D fasonimizni qo'yishga keldik. 3D miramira. So'qil endi yo'lga. So'qilimiz yo'lda endi kelib qoladi. Biz ham cho'lniyda boshlab olganmiz. Zarakka qo'yib qo'yaman. Telefonim zarakkasi yo'q ekan. Hong'ishga, pishirishga deb so'raganlar uchun bu hong'ish. Mana mix qoqiladi. Har 50 sm, 70 ga qoqiladi-da, keyin mana qilib qoziq qoqib turib, peynalab turib, qoziqni ham samirezlab qo'yamiz. Xudo xolos o'ta yaxshi chiqadi. Bitta obunachimiz so'rovdi. Simini qanday urib yubormasdan cho'nnikni qoqib olamiz deb onga o'xshatib. O simini ochib olamizda, keyin cho'nnik qoqiladi. Yo'nalishini ko'rib olib, har ehtimol qarshi urib yubormasligi uchun simni. Bunisi ham opitlar ham bo'lgan. 1-2 ta joyda urib yuborishimiz. Hozir opit toshib qolgan hisobiga yo'nalishlarni ochib olib, cho'nniklashni boshladik. Bu ya o'sha nolu to'qildi. Lazerga otilib. Ipni ham tortib, bu har ehtimol qarshi ko'rib qo'yganmiz. Tush holatini ham bir qo'yib beramiz. O'zingizlar baho bera olasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqa chiqsa bo'laveradi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz Chirchiqdagi ishimizni ham tugalladik. Lak sepadigan holat edi. Lakni atay uydaga septirmadi. So'qillariga sepish kerak edi, tumbalariga. Bu yonboshi tumbaniki. Yomg'ir yog'ib, mastashga qo'yamiz, ashunda horamchi ketadi deb atay septirmadi. Undan keyin polni keyin qildirar ekan. Hozir mana shu tashqi holati, tutgan holati. So'qillari bo'ldi, mana tayyor. Tumbasi ham tayyor. Robot chekalari ochajayi shunaqa bo'lib tunuka olib ketadi. Polni sitinilarni o'rnatib qo'ydik. Endi ichki holatlarini ko'rsatamiz. Ichi holati. Polni razvedkalarni mana ichga olasizlar, chunki ichiga o'rnatib ketiladi. Hech qachon tashqari qo'yilmaydi. Bu ayni chekalarni atay akva kesa akvani o'rnatib keyin tunuka qo'yiladigan bo'ldi. Atay qo'yib ketmadik. O'sha bu xonadonga 140 kvadrat ketdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlar bemalol aloqa qilsa bo'ladi. 24 ga 7 xizmatdamiz. Ustani ham topib olamiz, o'zimiz usta bo'lib boramiz. Toshlarni ham bemalol topib beramiz. Bu so'raganlar uchun, sinib qolsa nima qilamiz deganlar uchun. Mana bu yerda bolalar o'ynab sindirib qo'yishdi. Hali bu mo'rt narsa edi, chunki yaqinda qo'yilgan, ancha bo'lmagan. Mana bitta o'zini ham olib almashtirsak bo'ladi. Bu yomg'irda qolib ketgan holat edi. Yuvib bir qachon chiroyli qilgandan keyin o'ta tiniq bo'lib qoladi. Keyin laklangandan keyin undan ham tiniq bo'lib qoladi. Like bosib, podpiska bosishni unutmanglar.